Iyop, Iyan. Ushbu sonni boshlashdan oldin men sizning oltin sharhlaringizni qayd etmoqchiman. Shunchaki ajoyib. Ularning har biri shunday. Brilliantsizlar. Mening va jamoamizning ishini qadrlaganingiz uchun sizga katta rahmat. Biz juda harakat qilgandik va sizga manzur bo'lganidan mamnunmiz. Ammo tomoshabinlar orasida Iyan kulguli emas. Hech ham kulguli emas deganlar ham bo'ldi. Birinchidan aniqlashtirib olsak, siz kulishni xohlayapsiz, to'g'rimi? Ammo men boshqacha o'ylay boshladim. Menimcha mening maqsadim kuldirish emas. Balki hayratga solishdadir. So'nggi 2 yil ichida men sizni kuldirishga emas, iloji boricha ko'proq ajablantirishga harakat qilib, roliklar suratga oldim. Qachonki ajablantiradigan narsa bo'lmasa, biroz kuldirish ham mumkin. Ammo agar ajablantira olish imkoniyati bo'lsa, kuldirib nima qilaman? Ajablaning. Shunday qilib men bu ikki narsani, ajablanish va kulguni ajratib qo'ydim. Men ikkinchi kanal yaratdim. U yerda do'stlarim va men ilm-fandan dam olamiz. Biz sizga ham hech qanday ma'lumot yuklamaymiz. Ushbu havola orqali o'tishingiz mumkin. U yerda siz mazza qilib kulishingiz mumkin. Bu yerda esa dunyoning qanchalik qiziqarli ekanligidan hayratda qolishingiz muhim. Endi esa mavzuga o'taylik. Qaysi biri xavfliroq? Tsunami yoki oddiy shamollash? Nima deb o'ylaysiz? Ha, men nimani o'ylayotganingizni bilaman. Bunday narsalarni taqqoslash g'alati-ku axir. Bir tomonda tsunami va bir tomonda esa shunchaki apchi. Men ham shunday o'ylar edim. Ha, ushbu qiziq xalq haqida bilgunimga qadar sentinelistlar bilan tanishing. Hindiston qirg'oqlarida joylashgan orolda yashovchi kichik bir qabila. Bu nomni biz ularga berganmiz. Ularning o'zlarini nima deb atashlarini esa hech kim bilmaydi. Sentineliyaliklar 60 ming yildan beri dunyodan ajralgan holda yashaydilar. Ular mutlaqo do'stona qabila emas. Ular yaqinlashgan har kimga hujum qilishadi. Ushbu fotosurat ular vertolyotga hujum qilmoqda. Rasmiy aloqa qilishga urinib ko'rilgan. 1996-yilda olimlar ularga sovg'a sifatida kokoslar olib borishgan. Qarang, ular kokoslarni qanday yoqtirishadi. Kattami, kichikroqmi farqi yo'q. Ularni suratga olishayotganini ham bilishmaydi. Ular kamera qanday ko'rinishini ham bilmaydi. Ular kokoslarga qo'shimcha ravishda berilgan idish-tovoqlarni olishdi. Qizil chelaklarni ham olishdi. Ammo yashillarini negadir tashlab yuborishdi. Ular shuningdek sovg'a sifatida olib kelingan tirik cho'chqani o'ldirishdi, lekin yemadilar va uni sovg'a qilingan qo'g'irchoq bilan birga dafn qilishdi. G'alati narsalar, to'g'rimi? Bu juda qiziq xalq. Ular hali ham qishloq xo'jaligiga ega emaslar va ulardan hech kim olov yoqa olish yoki yoqa olmasliklarini bilmaydi. Ya'ni hech kim bir marta ham tutunni sezmadi va tutun borligi haqida hech qanday dalil yo'q. Ular Elon Muskdan xabardor emaslar. Ular Amur yo'lbarslarining yo'q bo'lib ketish haqida bilmaydilar. PewDiePie, Trump va Putin, tuz va shakar, stomatologlar haqida fikriga ega emaslar va ular o'zlarini sentineliyaliklar ekanliklarini ham bilishmaydi. Ular uchun biz ularga kokos yong'og'ini olib keladigan g'alati rangpar notanishlarimiz. Qolganlarni, kokossiz kelganlarni ular shunchaki o'ldirishadi. Kokos yo'qmi? Siz ham yo'qsiz. Va 2004-yilda Hind okeanida zilzila natijasida 15 metrli to'lqinlar bilan tsunami sodir bo'ldi. Hind okeani sohillari yaqinidagi barcha odamlar zarar ko'rishdi. Hindiston hukumati orolga vertolyot yuborib, sentineliyaliklar holidan xabar olishga qaror qilganida, ular yugurib chiqib vertolyotni o'qqa tutdi. Bu xalq menga yotoq ostidagi ajinani eslatadi. U yerda hech narsa yo'qdek tuyuladi, lekin yaqinroq qarasangiz, tamom. Ushbu lavhalarga qarang. Ular haqiqatdan ham zulmatdan chiqib kelayotganga o'xshaydi. Kokoslarni olib yana qaytib ketmoqdalar. Aytgancha, o'qlar uchidagi temir nayzalarni ular 80-yillarda orol yaqinida ishdan chiqqan kemadan yasab olishgan. Ular uchun bu kema xuddi biz uchun Moskva markaziga o'zga sayyoraliklar kemasidek va biz hammamiz ham hayratda qolardik. Xo'sh, shunday holda biz nima qilgan bo'lardik? Albatta uning qismlarini ajratib olardik va ulardan ahmoqona bitta g'ildirakli qurilmani yasab olardik. Ammo tsunami va shamollashning bu yerga nima daxli bor? Tsunami ular uchun hech qanday muammo bo'lmadi, ammo ular uchun oddiy qo'l berib ko'rishish epidemiya bilan yakunlanishi mumkin. Ularda bizning kasalliklarimizga mutlaqo immunitet yo'q. Ular o'zlarini iloji boricha bizdan himoya qilishga harakat qilishadi. Sentineliyaliklar barchani o'ldirishadi va advokat ham, sud ham, qasos ham, yollangan qotillar ham, hatto hindlarning mahalliy guruhlari ham bu yerda yordam bera olmaydilar. Hech kim ularning yurtiga kirmaydi. Bu odam hech qachon bora olmaydigan joylardan biridir. Ushbu sonda men sizga sayyoramizdagi bizdan yashirin bo'lgan g'aroyib joylar haqida gapirib bermoqchiman. Biz shunday zamonda yashayapmizki, deyarli hamma narsa kashf etilgandek go'yo. Sun'iy yo'ldoshlar bizga onlayn ravishda yer yuzasining to'liq tasvirini ko'rsata oladi. Ammo ba'zi joylar biz uchun mavhum qolmoqda va ular yanada ko'proq qiziqish uyg'otadi. Ehtimol bu son sizni sayohat qilishga ilhomlantirar. Men bunga juda umid qilaman.
Aqua Mineralda esa buni bepul amalga oshirishga imkon beradigan aksiya bo'lib o'tmoqda. Qopqoq ostiga qarash kerak. Qarang, qopqoq ostida kod bor. Uni saytda ro'yxatdan o'tkazing va internet do'konlarda chegirmalar, taksi uchun bonuslar, oziq-ovqat yetkazib berish va hatto mobil telefoningiz uchun pul yutib oling. Lekin eng muhimi, har 10 ta kod uchun siz suv mo'jizalaridan biriga sayohat qilishingiz mumkin. Yo'llanma 2 kishilik. Sevgilingiz yoki men kabi eng yaxshi do'stingiz bilan jo'nayverasiz. Yo'nalishni o'zingiz tanlaysiz. Mana Kamchatkadagi Geyzerlar vodiysi, Yangi Zelandiyadagi Vaytomo g'ori va Yekul Sarlon plaji bor. Aksiya hamkori Discovery kanali. Men bolaligimdan ularning dasturlarini tomosha qilganman va ular sizga bo'lmag'ur narsani maslahat berishmaydi. Shunday qilib Aqua Minerali sotib oling. Saytga kodlarni kiriting va sayohat qilishdan chekinmang. Qulay joyingizdan turib 2 haftaga qochib ketishdan hech ham qo'rqmang. Hattoki hech ham iloji bo'lmayotgan bo'lsa, barchasini tashlang va sayohatga chiqing. Bundan tashqari hozir men sizga sayyoradagi xaritadan topib bo'lmaydigan qiziqarli joylar haqida aytib beraman. Biz ko'p narsalarni ko'rmaymiz. Sayyoramizning kashf etilgan hududi mana shuni tashkil qiladi. Qizil va to'q sariq rangli joylar, shaharlar, yo'llar, qishloq xo'jaligi, ammo yashil joylar odam qadami umuman yetmagan yerlardir. Bu Afrika cho'llari, Amazonka o'rmoni, Kanada, Avstraliya va albatta Rossiya. Umumiy hisobda quruqlikning 25%, ammo bundan tashqari biz hech qachon yeta olmaydigan yerlar mavjud. Ular muz va qorning qalin qatlami bilan qoplangan. Grenlandiyada muz qalinligi 3,5 kilometrgacha yetishi mumkin. Xo'sh, kuchli radarlar yordamida biz u yerga qarab, yuzasi qanday ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Daryolar va chuqur daryolar. Uni 3,5 million yil oldin bunday holatda ko'rishimiz mumkin edi. Agar tabiatning o'zi Grenlandiyani muz va qor bilan qoplangan ulkan oq dog'ga aylantirgan bo'lsa, boshqa joylarni odamlarning o'zlaridan yashiradilar. Qayta tiklanish orolida bir vaqtlar sovetlar biologik qurollarni sinovdan o'tkazgunga qadar ulkan sayg'oq podalari ko'plab baliqlar suzar edi. Bu yerda kuydirgi kasalligining namunalari tarqatilgan va ular ham tuproq tarkibida mavjud. Ammo endi jannat dengizi oqarib ketdi va orol yarim orolga aylandi. Va endi sun'iy yo'ldoshlar zamonida o'z qing'ir ishlaringizni shunchaki orolda yashirish amri mahol. Ular baribir yuqoridan ko'rinadi. Yoki ko'rmaydilarmi? Bu Fransiya atom elektr stansiyasi. Unda 18 ming litr uran eritmasi oqib ketgan. Bu esa harbiy kemalar bilan aloqa qilish uchun antenna. Atrofdagi joylar bilan uning tiniqligidagi farqni qarang. Bobilning qadimiy binolari o'rniga negadir ular savdo markazini tasvirlagan. Iroq cho'lining o'rtasida savdo markazi. Nega akvapark emas? Mana bu esa hammamizni o'ylantirib qo'ygan sirdir. Qarang, Ispaniyadagi oddiygina maydon, yozuvlar va rasmlar chizilgan eski devor va uning ortida hech narsa, to'siq. Tikonli sim bilan qoplangan to'siq. Ammo xaritalarda bu joy yashirilgan. Qarang, nima uchun? Nega ekan? Shunday qilib biz javob topdik. Bir oz surishtirgandan keyin ushbu peshtaxtaga e'tibor bering. Agar yetishmayotgan harflarni qo'shilsa, helipuerto, vertodrom so'zi kelib chiqadi. Ya'ni vertolyot qo'nadigan joy. Biz bu xulosaga shu tarzda keldik. Keyin esa Yandex xaritalarini ko'rib chiqdik va qarang, uning aynan o'zi. Ba'zida o'jarlik bilan bitta eshikni taqillatib turaverish shart emas. Shunchaki boshqa eshikni ham tekshirib ko'rish mumkin. Yandex xaritalarida bu hudud xiralashtirib qo'yilmagan ekan. Odamlar o'z sirlarini boshqa odamlardan yashirishni yaxshi ko'radilar. Ammo haqiqatdan ham bironta odam qadam qo'ymagan joyni topsakchi. Bunday yer Xitoy va Butan o'rtasida joylashgan. Kankar Punsur tog'i, balandligi 1,5 metr. Sayyoramizning eng yuqori zabt etilmagan cho'qqisidir. Xitoy va Butan uzoq vaqt davomida uni kimga tegishli ekanligi borasida tortishib kelishadi. Tog' cho'qqisini zabt etish uchun bo'lgan 4 urinish muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Tog' hech qachon hech kimga bo'y bermadi. Agar biz tog' chegaralarini biroz bo'lsa-da tasavvur qilsak, dengiz tubi biz uchun hali hamon sir bo'lib qolmoqda. Dunyo okean tubining atigi 15% o'rganilgan. Bu asosan qirg'oq bo'yi joylar. Aks sado prinsipi bo'yicha ishlaydigan sonarlar batafsil xaritalarni yaratishda yordam beradi. Bu sunamilarni bashorat qilishni osonlashtiradi. Suv osti tog'lari uni kuchaytiradi. Bunday texnologiyalar yordamida esa sunamilar faqat sentinelyaliklar uchun kutilmagan holat bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bunday oq dog'larning fosh etilishi Atlantika va Bermud uchburchagi kabi afsonalarga yakun yasaydi. Onlayn xaritalar orqali hatto buvimning dala hovlilarini ham topish mumkin. Mana bu odam panoramali suratga olish uchun vulqon og'ziga chiqishigacha bordi. Va men o'ylab qoldim. Axir bu qotillik uchun eng zo'r joy. Axir hech qanday iz qolmaydi. Lava ichiga tashlab yuborsang bo'ldi. Ketaverasan. Hech kim hech qachon jasadni topa olmaydi.
Nima uchun bu fikr filmlarda ishlatilmaydi? Men hali ham tushunmayman. Okey, endi esa mana shu yerda biror odamni topishga harakat qilib ko'ringchi. Bu Rio-de-Janeyrodagi favelalar. Taksi haydovchisi va yo'qolgan sayyohning eng qo'rqinchli tasavvurlaridagi joy. Bu yerdagi uylar bir-birining ustiga joylashgan. Bu ko'chalar va uylar xaritada mana bunday ko'rinadi. Bu yerda yashovchilarning uy manzillari yo'q. Ularga pochta kelmaydi yoki axlat olib chiqib ketilmaydi. Ammo bu yerliklarning ayvonidan ko'rinadigan manzarani bir ko'ring. Go'zallik. Lekin bu go'zallikka qaramay, to'satdan u yerga borib qolsangiz, bu go'zallikni doimo ko'rib yurganlarga qaramay, bu odamlar darhol sizni o'ldirishadi. Ular o'ldirib, naqadar go'zal deb qo'yadilar u ketaveradilar. Yer yuzida nafaqat uylar va ko'chalar, balki butun boshli orollar ham ba'zida nomsiz bo'lishlari mumkin. Shunchaki orollarning ham aniq qanchaligini hech kim bilmaydi. Masalan, ko'lda joylashgan orol ichidagi ko'l va undagi orolga nima deysiz? Va mana real time, vulqon otilishi paytida yangi orolning tug'ilishi. Bir kun va yangi orol paydo bo'ldi. Matematik modellashtirishga ko'ra sayyorada 7 milliard orol bo'lishi kerak. Kishi boshiga bir orol. Ehtimol bu orol Xudo har birimiz uchun xohlagan narsadir. Barchasini sanashning esa imkoni yo'q. Orollar doimiy ravishda paydo bo'ladi va yo'qoladi. Dengiz sathi ko'tarilib, suv ba'zilarini o'z qa'riga olib ketadi. Bu rangpar joylarning barchasi bir vaqtlar orolning bir qismi bo'lgan. Endi esa suv ostida qoldi. Kamdan kam hollarda, ammo buning teskarisi ham sodir bo'ladi. 1917-yilda kuchli siklon Hindiston va Bangladesh chegarasida joylashgan New Mur orolini suv ostidan ko'tarib chiqardi. Ikkala mamlakat ham darhol bu orolga egalik huquqlarini e'lon qilishdi. Hindiston o'z bayrog'ini orolga qo'yib qo'ydi, lekin u baribir suv ostiga g'arq bo'ldi. Muammoni tabiatning o'zi hal qildi. Endi Tinch okeanining shimoliy qismiga qarang. Zamonaviy xaritalarga qaraganda bu yerda hech narsa yo'q. Ammo aslida bu yerda Fransiyadan 3 marta kattaroq bo'lgan hududda ulkan axlat dog' mavjud. Quyoshli yozgi ob-havoda bu hudud shunday ko'rinadi. Lat Bible saytida u yerdagi yangi o'z pasporti va valyutasi bo'lgan davlatga asos solishni, siz bilan menga esa uning fuqarolari bo'lishni taklif qilmoqda. Va bu oddiy holat. 200 mingdan ortiq odamlar allaqachon axlat orollarining fuqarolariga aylanishgan. Ular orasida Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Gal Gadot, John Cena, Pharrell Williams va boshqa ko'plab taniqli odamlar bor. Agar axlat orollari mamlakat sifatida tan olinsa, unda BMT chiqindilarni tozalashga, ya'ni yangi e'lon qilingan davlatni yo'q qilishga yordam berishi kerak bo'ladi. Faqatgina petitsiya imzolash qoldi xolos. Ammo shunga o'xshash muammo Maldiv orollarida juda ajoyib yo'l bilan hal qilindi. Axlat dog'laridan sun'iy orol yaratildi. U hatto xaritada ham paydo bo'ldi. Ham chiqindilardan qutuldilar, ham hududni kengaytirib oldilar. Yangi narsalarni kashf qilish uchun siz mukkasidan ketgan sayohatchi bo'lishingiz shart emas. Siz Julian Bellis kabi ish tutishingiz mumkin. Onlayn xaritalar orqali u Mozambikdagi tog'larni ko'rib chiqayotgan paytda bir cho'qqida hech qanday manbada tilga olinmagan zich o'rmonni topdi. Bellis tashkil etgan ekspeditsiya u yerda fanga noma'lum bo'lgan bir qancha o'simlik va hayvonlar turlarini topdi. Masalan, juda mashhur xameleon ana shu yerdan topilgan. Xullas, qanday xarita yaratmaylik, u hech qachon to'liq bo'lmaydi. Haqiqiy aniq xarita u tasvirlayotgan sayyora bilan bir xil o'lchamda bo'lishi kerak. Hatto oldinlari bizga yo'l ko'rsatgan yulduzlar ham o'z joylashuvlarini o'zgartirdilar. Bilasizmi, bu menga yoqadi. Chunki doimo qandaydir yangi narsani kashf etish mumkin bo'ladi. Bu haqida do'stlaringizga aytib bering. Va mening Instagram va VK sahifalarimga obuna bo'ling. Va bilasizmi, keling, bilimimizni baham ko'ramiz. Keling, ushbu sonda sinab ko'ramiz. Ehtimol biz ko'zdan qochirgan biror narsani bilarsiz. Agar shunday bo'lsa, sharhlarda katta paragraflar bilan bo'lsa ham yozib qoldiring. Biz esa jamoamiz bilan albatta o'qib chiqamiz va eng qiziqarlilariga like bosamiz. Va odatdagidek, zehningizni sharhlang. Ko'rishguncha. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.